kishilar qandoq ojizliklariga ko'ra josuslikqa ishlaydi? Navbatda Xitoy josuslik sistemasining chet ellardagi faoliyati kuchayib, qilmagan sharmandaligi qolmayotdi. Xizmatga taklif qilmagan odami qolmayotdi. Bundaq bir murakkab vaziyatda qarindoshlarimizni bir oz anti-josuslik savodiga ega qilish har bir ziyolining burchi bo'lib qoldi. Josuslikda qandoq ojizliklar hisobga olinib xizmatga selindi? O'xshamagan manbalarda e'lon qilingan josuslikqa doir materiallar, aslamalar, fosh qilishlarning hammasida bir o'xshashlik diqqatni tortadi. Josuslik kishilarni shu 4 turlik ojizlikqa tayinib, ularni qo'lga keltirdi yoki ho'l xishga dastudi. Birinchi, pul. Agar obyekt bak badhaj, pulga amroq, pul desa hammani do'g'a tikuydigan mijozga odam bo'lsa, uningga pul taklif qilinadi yoki pulga barobar keladigan manfaatlar, tijorat qulayliklari taklif qilindi. Ikkinchi, jinsiyat. Obyekt ortiqcha shahvatparast bo'lsa, u josus fohishlar yoki pulga yollangan fohishlar vositasi bilan ko'zlagan manzilga qistab keltirildi. Uchinchi, ziyoda shuhratparastlik tuyg'usi. Buning bir tarafida yanala pul omili bo'ladi. Ya'ni bir tarafi amal mansab, o'rin martaba omilini shart qiladigan shuhratparastlikdir. To'rtinchi, ko'z qarash birligi yoki ta'turligi. Ya'ni kommunist bir davlat, demokratik davlatlarda yashayotgan fuqarolarning ichidagi kommunizm fikr iqimiga qiziqadigan, o'z davlatining siyosiy, ijtimoiy tuzumini o'ch ko'radigan, muxolif ko'z qarashdagi kishilardan osonlab foydalanadi. Bundan boshqa ijtimoiy guruhlar aro ziddiyatlar, shaxslar aro ziddiyatlardan foydalanishmi mushu turga kirdi. Bulardan birinchi va ikkinchi tur bir qadar aniqlikqa ega bo'lg'achqa, yana ilova bermakka o'rin yo'q. Uchinchi va to'rtinchi tur bir qadar murakkab bo'lib, bularning o'z ichiga oladigan mazmunlari, chetishlik doirasi ko'p bo'lg'achqa, bular haqida bir oz yechim berishga to'g'ri keldi. Shuhratparastlik hamma insonda mavjud bir xil ichki tuyg'u bo'lib, manni gavdalantirish mazmunidagi psixik istak. Normal shuhrat tuyg'usi insonlarning tirishchanligini g'idiqlab, yuksak pallarga yetishida yoshirin harakatlantiruvchi kuch bo'lishi mumkin. Agar bu istakning mohiyatida yanada bir umumiylik yetakchi qilingan bo'lsa shundoq. Masalan, ma'lum kasbda natija qozonib, millatimga, vatanimga sharaf keltiraman degan g'oyada vatan, millatdan iborat bir umumiylik prinsip asosida o'zini ko'rsatish xohishi, ya'ni shuhratparastlik ifodalagan bo'lg'achqa, bu shaxsga, jamiyatga foydali bo'lishi chuqur. Yana masalan, ko'p pul tepib, yurtimizga bir maktab selib yoki masjid selib, palani solgan maktab yoki masjid degan otni olmaydigan bo'lsam deganlardek. Ammo bu tuyg'uning butun qurilmasida hech qanday umumiylik bo'lmaganda, bu tuyg'u hodisa yaqindan shuhratga intilish bo'lib, mohiyati sharmandalik bo'lishi bilan hisoblashmaydi. Masalan, beslashish tuyg'usi. Ba'zi odamlarda tug'mi boyvachchilik mijozi bo'ladi. Ularning cho'ng hajligisi kelib turadi. Yanchqudagi puli, ya'ni kirim vaziyati bilan hisoblashmaydigan, yotqanga biqib put uzatmaydigan boyvachchilik bo'lib, zag'ir tilimizdagi qoni boyvachchilar ko'p hollarda haj istiki kirim saviyasidan zo'r darajada eshib ketgan bo'ladi. Bu tangpongsizlikni o'ngshash uchun normal yo'l bilan qodir bo'la olmaydi. Hajni qisqartib, yotqanga biqib put uzatib, vaziyatni tangshilish yo'lini tutqisi kelmaydi. Balki texi bunisi uningga har keladi. Uning jamiyatda muhaqqaq bir yoki bir necha raqobatchisi bo'ladi. Ya'ni qo'rsqining nersida o'zangi so'qishtirib turadigan yoshirin musobaqadash. Uningdan qilish o'lim bilan barobar.
Bu vaziyatda u munofiqlik yo'liga mengib qoladi. Chunki munofiqlik yoshirin ish bo'lg'achqa uni hech kim bilmaydi. Ammo heliqi musobaqadashdan tuvan bo'lib qolish jamiyatda uning inovatini tushirib yetadiganlikla tuyuladi. Xuddi Viktor Hugoning deganidek, kishilar murosimlarga borganda o'tigining tumshug'iga yuqib qolgan loydan nomus qiladi, ammo qalbidagi kirdan nomus qilmaydi. Bana bu xil sharaf bilan sharmanlikni aralashtiradigan manmanlik josuslikqa bog'lab olish uchun dushmanga bek qimmatlik xarakter. Endi amal mansab, o'rin martabaga bo'lgan erismanlikmi bir ojiz halqa. Bu faqat mamlakat ichidagi Xitoy hokimiyatining har qaysi darajalik amallarini ko'rsatishi notayin. Bu yana ayni vaqtda chet ellardami muayyan qimmatga ega. Chunki bir davlat josuslik uchun nihoyatda ko'p pul ajratadigan bo'lg'achqa, zarur deb qaralganda ma'lum odamni chet ellardami ma'lum martabaga ega qilishi mumkin. Bu haqda KGB nomli kitobda Sovet KGB'si Amerikada ma'lum bir nishonni shu shaharning boshlig'i qilib sayiltish urinishida bo'lgan va bu maqsadga asosan yaqinlashgan. Ular bu ishni obyekt maktabda o'qiyotgan vaqtdan boshlagan bo'lib, pul soyasida uni saboqdoshlari yaxshi ko'radigan qilgan. O'quvchilarning har xil ijtimoiy tashkilotlariga sayiladigan muhit yaratgan. Demak, bu qilg'ili bo'lmoqdak ish emas. Bizdek to'rt eg'iz gapni hayajon bilan so'zlab qo'ysa, vatanparvar inqilobchi deb baholaydigan, 6 tanga pul iyona qilgan odamni vatanparvar boy deb rais sahnasidan o'rin beradigan, josuslik savodi va hushyorligi noldan tuvan bir millat orasida bu ishlarni amalga oshirish, munofiqlarni istagan to'riga chiqarish, beshidan yo'g'on qalpoqlar bilan tortiqlab mashhur odamga aylantirish, hatto mashhur inqilobchi qilib etish tamoman mumkinchiligi bo'lgan ishlardir. Yani shuning uchun texmo mumkinki, men oldingi yozmishlarimda tilga olgandek, biz burnimiz turibmi poq yaverdigan darajada ekanligimiz ana shu maqolalarda amaliy misollar bilan ko'rsatilgan edi. U ahvolimizda bundaq odam o'g'llarini qilmoq Xitoy uchun bek qulay bir ishdir. Pulga bo'lgan yerismanligi bo'lmagan bir odamningmi pulga bo'lgan normal ehtiyoji bo'ladi. Odatda u yotqonga biqib put uzadigan bo'lg'achqa, o'zining topqini imkoniyati doirasidagi iqtisodiy ahvoliga shukr qiladi. Ammo bu odam Xitoy uchun bek zarur bo'lsa, uni setib olmasdan ko'ziga uyqu kirmaydigan alohida tarafi bo'lsa, u holda turli sun'iy omillar bilan bu odam krizisga paturlishi mumkin. Eng aqalli ehtiyojlarga qodir bo'lolmaydigan, jamiyatda haqiqatan nomusga qoladigan, qarzdorchilik, oilasining normal ehtiyojini qamday olmasligi tufayli do'st dushmanlari oldida, xotin bolalari oldida yerga qarab qoladigan vaziyatga tushirilgandan keyin uningga yordam taklif qilinishi mumkin. Nihoyatda ko'p irodalik odamlar hatto turmalarda yillarcha azob tortib bosh egmagan azimatlardan bir munchisi jamiyatdagi mushundoq siqilishlarda bel qo'yadigan ahvollarmi bo'ladi. Shaxslar aro ziddiyatlar sun'iy avj oldirilib, shaxsning manmanlik tuyg'usi ko'riklanib, kuchaytirilib, ondan uningga raqibini besib tushishga yaraydigan ustunlik sharoiti taklif qilinishi mumkin. İnsanlarning hamon konkret narsalarni mavhum hukmlardan, ko'z oldidagi narsalarni uzoqdagi narsalardan, navbatdagi ishni keyingi ishdan, shaxsiyatini g'oyiviy ham umumga taalluq ishlardan ustunroq ko'radigan tug'ma manfaatparastlik xususiyati mana bundoq eg'ib ketishlarni ichki asos bilan ta'minlovchi omildir. Shunimi ilova qilib qo'yishning ortiq yeri yo'q. İnsanlardaki g'oyiviy nishonlarga bo'lgan sadoqat, shaxsiy ishdan umumga taalluq manfaatni ustun ko'rish ruhi, tashviqotlardagi qahramonlarga xos ifodalar zamon xarakterlik bo'lib, bu shu xil ijtimoiy kayfiyat ko'tarilgan
təşviqatlar küçəygan, insonlarda qizg'inlik avjiga chiqqan zamonlardala ana shundoq bo'ladi. Bu xil kayfiyat tuvallab, qizg'inlik paskorga tushganda kishilar yana shaxsiyati haqida bosh qotirishga boshlaydi. Bundaq psixik o'zgarishlar josuslikda bakmo e'tiborga ilinadi. Bir qahramon inqilobchining jahondan kechadigan, hammadan umidsizlanadigan quruq gapning kayniga kirib, yaxshi yashash, boy bo'lish fursatlarini qo'ldan bergan umriga ichi og'riydigan zamonlari bo'ladi. Bularmo qarshi tarafning ko'zidan qechib qutula olmaydi. Dunyoda shundoq ishlarning bo'lishi hammaga tushunarlik bo'lsa kerak. Bir jallod hech rahim shafqat tuyg'usi bo'lmagan holda bir necha odamni o'limga yo'llaydi. Yana shu jallod och bir aslanning ojizona miyovlashini anglaganda yuragi shurida qilib ketishi mumkin. Xuddi shuningdek, qattiq qiyin qistoqlarda bosh egmagan bir qahramon bir kunlari bir necha eg'iz ta'sirli gap bilanla ko'ngli yumshab, irodasi bo'shab, ich qornini to'kib etishi mumkin. Ko'z qarash birligi yoki ta'turligi ziddiyatlardan foydalanish haqidami bir oz aniqlama berishning zarurati bor albatta. Davlatlar aro josuslikda ko'z qarash birligi yoki qarama-qarshiligidan foydalanishning bir misoli yuqorida berildi. Yani shuningga qo'shimcha Turkiyada hokimiyatning muxolifi Kommunist partiya Xitoy kommunistlarining yo'lishiga erishib turdi va ular Xitoy kommunistlarini u qadar suyudiki, gazetlarda madhiyalar yog'dirdi. Bu holda ular Turkiya haqidagi Xitoyga kerakli axborotlarni jon deb berdi va buni o'zining g'oyasiga bo'lgan sadoqatining bir namoyandasi sifatida qiladigan bo'lg'achqa, buning vatan sotqishlik sharmandiki ekanligini e'tirof qilmasdan xushallik bilan qiladi. Xuddi shundoq taraflar aro ziddiyatlarning bundoq xolis yaloqchi bo'lishga ilib bordiganligiga yana bir isbotni bizning inqilob tariximizning oxirgi saytlaridan keltirish mumkin. Hasan Maqsum bilan Mamtimin has taraf it mushik bo'lib yurgan zamonlarda Maqsum vatanga yo'lga selinayotgan mujohidlarga shundoq ta'lim bergan. Agar vatanda demokratchilar, ya'ni Mamtimin has tarafning odamlari sizlarga yaqinlashib, birlashib harakat qilishni taklif qilsa, ha deb qo'yib, sirlarini bilib olib, Xitoyga deb qo'ysanglar, savob bo'ladi. Ya'ni yo'qotishga tegishli bir dushmanni yana bir dushmanning qo'li bilan yo'qotsimi bo'laverdi. Bu xuddi Allohning zolimning qo'li bilan jazolaydigan hikmatiga o'xshash degan mazmunda ta'lim bergan. Ularga singdirilgan taraf ingi Xitoyga burilgan nafrat emas bo'lib, bu o'qimagan nodon mujohid jangchilarimiz haqiqatandimi bu topshiriqni o'rindigan va Xitoyga qarshi bir muncha jangovar kuch bu yo'l bilan yo'qotilgan. Gerçi Maqsum o'z vazifasining ehtiyojidan shundoq o'rlashtirgan bo'lsa-mu, avu nodonlar hech bo'lmasa aqliga poq yemagan degan. To'xta, nemishqa bundoq? Bular nemichi bo'lishidan qat'iy nazar oldi bilan ularmi Xitoyga qarshi ediydigan odamlar emasmi deb o'ylashga aqli yetmagan. Koni inqilob tariximizga boqadigan bo'lsak-mu, Sovet parastlar dinchilarni cheqib, islomchilar turanchilarni cheqib, Chin Turkistonchi yoki atalmış millatchi uch apandichilar hammasini cheqib, Xitoyga ko'p osonlik yaratib bergan shonliq kechimishimizni ko'rish mumkin. Shaxslar aro ziddiyatlar, yurtlar aro ziddiyatlarmi kishilarni o'zimi sezmasdan Xitoyga axborot beradigan quloqlarga aylantirib qo'ydi. Masalan, bir Xitoy josusi ma'lum bir gumonliq shaxsni kuzatmoqchi bo'lsa, u buni u shaxs bilan kelisholmaydigan birsiga havola qilishi mumkin. Ya'ni buni bir xil shaxsiy ziddiyat tipida ko'rsatish orqali Ahmad bilan qondiroqsan, men mutazi kelisholmayman. Epini keltirib shuni bir boplayman toza. Bo'lsa sen shuning haddi harakatlardan meni xabardor qilib tursang, bir kuni bir 10 gap qoladi, rosa bir ko'rsatib qo'yaptim, deyishi mumkin. Buning bilan Xitoyga islovatganligidan bexabar holda gumonliq shaxs haqida axborot berishga rozi bo'lishlari mumkin. Bir tonishim
yoki do'stimning shaxsiy o'ch ilishi uchun o'rtaq raqibimizni yanpashga chiqarishib beryapman deb o'ylab, bundoq bir josuslikqa bog'lanib qolishi mumkin. Manlik tolish ziddiyatlari, shuhratparastliklarmi ana shundoq. Sezmasdan palonchining o'tinishlarini bajaryapman degan o'y bilan Xitoyga ishlashga boshlash mumkin. Josuslikda xizmat taklifi to'g'ridan-to'g'ri soqchi idorasi yoki josuslik organlari tarafidan berilmaydi. Chunki josuslik insonni eng chonqur tadqiq qiladigan bo'lg'achqa, insonlarning g'ururi, vijdoni, nomus va sharaf tuyg'ulariga to'g'ridan-to'g'ri tegishning natijasi nima bo'lishini obdan biladi. Uning uchun kishilarning g'ururiga tegmasdan, vijdon azobi chektirmasdan, mana shu qadar nomusiz bir ishqa yetakligili bo'lganligini nihoyatda obdan bilgan mutaxassislarning bir yurish nazariyalari, tajribalari bo'yicha bakmo ustulik bilan harakat qilindi. Bu so'zimizga dalil sifatida bir misol berib o'tay. Isroiliyaning josuslik organi Mossadning Kanadadan panohlik tilagan josusi Viktor Ostrovskiy yozgan Heli yo'li nomli aslima kitobda shundoq bir misol berilgan. Yahudi josuslari Suriyaning maxfiy axborotlariga erishish uchun kerakli bir nishon izlab yurgan kunlarda ma'lum bir Suriya ministrining yaqin tuqquni Yevropadagi ma'lum davlatga o'qishga manganligi haqida ma'lumot oladi. Yosh arab izlab tepiladi. Ammo tabiiyki, nihoyatda qamlashgan bir sabab bilan tunishlik boshlanadi. Yahudi josuslari o'zlarini ma'lum Yevropa davlatidagi xalqaro bir shirkatning odamlari qilib ko'rsatdi. Bu shirkat O'rta Sharq davlatlari bilan savdo qiladigan shirkat bo'ladi. Natijada intayin qamlashgan bir yerni keltirib, yosh arab xizmatga taklif qilinadi. To'g'ridan to'g'ri Isroiliya josusligimi? Albatta yo'q. Heliqi shirkatning O'rta Sharq davlatlaridagi ijtimoiy uchurlar to'riga bir odam lozim bo'lganligi aytiladi. Tabiiyki, bu davlatlar Iroq, Iordaniya, Saudiya Arabiston, Kuvayt degandeklar sanab o'tiladi. Qasdan Suriya sanalmaydi. Yosh yigit o'zi so'raydi. Suriyaning vaziyatiga qiziqmamsizlar? Shirkatimizning tijorat doirasida Suriya yo'q, ammo yuqoridagilardan so'rab ko'rsak bo'ladi. Balkim cheklik doirada kerikimi bordir, degandek javob berishdi. Bir qancha kundan keyin javob berishga va'da qilishdi. Keyin va'da bo'yicha javob berildi. Har holda lozim ekan, vositalik uchurlar. Uchur tadqiqot o'rnimiz Suriya uchurlaridan qo'shimcha foydalanishi mumkin ekan. Yosh yigitmi ancha ahmoqlardan bo'lmasa kerak. U bularning bilishga qiziqadigan narsalari ichidagi harbiy yo'tkilishlar, portda paraxodlarning harakatlari, davlat ichidagi safarbarliklarning orqasi qatorliqlardan gumon qiladi. Yahudilar uningga shundoq deydi. Harbiy yo'tkilishlar tijoratimizga shuning uchun kerakki, yaqin kelgusida bu rayonning siyosiy vaziyati muqim bo'lamdi yo'q. Buni bilibroq ish qilmaganda paloni shirkatdek oqibatga qoladigan gap. Ular birinchi qitimliq Paris qo'ltiqi urushining bo'lishini oldin mo'ljallanmaganligi uchun tuzilgan nurg'un to'xtamlari bir tim bo'lib, ziyon tortganning ustiga to'lan to'laydigan oqibatga qoldi. Shunga biz bunda uchurlarga e'tibor beramiz. Yosh yigit bu shirkatning uchur mulozimatchisi bo'lib ish tushgan hamon uning hisob nomeriga $10,000 qo'yib berildi. U ministr tag'isining vasitasi orqali bu shirkatni harbiy ma'lumotlar bilan ta'minlaydi. Uzun mezgildan keyin uningdan so'ralgan narsa bakmu bilinarlik bo'lganligi uchun yigit so'raydi. Sizlar zodi qandoq shirkat? Javob berildiki, biz Isroiliya maxfiy xizmat idorasi. Sen necha vaqtdan beri Mossadga ishilding? Hamda xohlasang buni davomlashtirsan, biz deganni qo'lga keltirib bersin. Bilinib qolsang, 5-kunchisi biz ega. Xohlasang rad qilsan. Necha vaqtdan beri bergan uchurlaringdan bir nusxani davlatingga avatib beramiz.
uchunila patirib olsa, qolg'ini oson bo'lgandek, bu damga kelganda oshkora josusga aylanmay amal yo'q edi. Mana shundoq, ma'lum shirkatga ishlayotgandek, ma'lum odamga ishlayotgandek, ya bo'lmasa vatan, millatga hech qanday ziyoni yo'q, odatdagi narsalarni aytib berib, bir muncha haq ilayotgandek, ko'ngilga tasalli, vijdonni paplab uxultadigan nurg'un tur va shakllarda bo'ladigan bo'lg'achqa, bu qadar ko'p o'lqishdan birariga dastlab silish xilfili odammo saqlanolmaydigan masala. Bundan boshqa xuddi yuqorida deyilgan sun'iy krizisga patirib, muhtoj qilish yo'li orqali yordamga taklif qilish metodining yana bir shakli bo'lar bo'lmas odatdagi biror ishga yollavilib, nurg'un pul berish, voyvachchidek yashashga, rahat farog'atga odatlantirish, shuhratparastlik, o'yin tomoshaga yerisman qilib etish orqali yo'ldan chiqarilishi mumkin. Bundaq bir xil yuqori iqtisodiy saviya talab qiladigan hayotga o'rgatilgandan keyin tabiiy holda buning davom qilishini xohlash, buni ta'min etuvchilarga beqindilik ruhiy holati shakllanadigan gap. Mana bu yo'l bilanmi buyurilgan ishni qilishdan bosh tortolmaydigan malaylar yoritiladi. Ko'nillarning sabrning tegi oltin deganidek, qanoatchan, sabrchan bo'lmaslik, shaklilikni qo'g'lishish, moda herismanligi, o'z umuchiga shukr demay boshqalarning battisiga ko'z qizartish va hasad qilish kayfiyati insonni cho'qim shu sharmanda patqoqqa patirmay qolmaydi. Allah shundoq ogoh va madad beryaptiki, shubhisizki Allah sabr qiluvchilar bilan birgadir.